Farzandingizni kelajagi hozir qabul qilgan qarorlaringizga bog'liq. Assalomu alaykum. Men Yigitalieva Muxlisa, falsafa fanlar doktori, 25 yillik pedagogik faoliyatga egaman va bugun beradigan ma'lumotlarim albatta farzandlaringni muvaffaqiyati uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman va videoni oxirigacha ko'ring. Albatta sizlarga manfaatli bo'ladi. Quyidagi savollar sizlarga tanishmi? Birinchisi, yaxshi baholar farzandning kelajagi uchun kafolat bera oladimi? Bu meni o'zimning hayotimdan ham, maktabimdan ham ko'pgina tajribalarga ega bo'lgan natijalar bor. Misol uchun, bolalar yaxshi baho olmasa ham, lekin liderlik qobiliyati kuchli bo'lgan bolalar muvaffaqiyatga erishishi ko'proq natija beradi. Ikkinchi savol, necha yillardan buyon ingliz tili, rus tilini o'rganadi, lekin erkin muloqot qila olmaydi. Bunga misol uchun, rus tilida 4 yil institutda o'qigan talaba mustaqil erkin fikr bildira olmaydi. Hattoki mana shu 5-sinfda o'qigan bola kabi muloqot qila olmaydi. Bu bizni tajribalarimizdan o'tgan. Nega ba'zi bir ota-onalar farzandlari xalqaro universitetlarga kira olmasligi haqida ko'p o'ylanishadi. Bunga sabab qilib men aytishim mumkinki, yoshligidan, maktab davridan qaysidir bir fanlarga yetarlicha ahamiyat bermagan ota-onalarning farzandlari albatta xalqaro universitetlarga kirishi pasayadi. Lekin yoshligidan ta'limga yaxshi e'tibor bergan ota-onalarning farzandlarini xalqaro universitetlarga kirishi kafolatlanadi. Nega ba'zi maktablarda farzandlar o'qishga borishga qiziqadi, lekin ba'zi maktablarda esa maktabga borishga qiziqmaydi? Bunga sabab qilib 3 ta omilni ko'rsatishimiz mumkin. Birinchisi, albatta ustozlar. Agar o'quvchini ustozlar yaxshi qiziqtira olgan bo'lsa va yana o'quvchilar ustozni yaxshi ko'rgan bo'lsa, albatta u maktabga borishga qiziqadi. Ikkinchi sabab qilib, agar ota-onalar farzandiga vaqtida e'tibor berishmagan bo'lsa ham, o'quvchilar maktabga borishga qiziqmaydi. Uchinchisi esa farzandni o'zi. Agar uni ichidagi ta'sir kuchi maktabga borishga intilishi kuchli bo'lsa, u albatta maktabga boradi. Bu misol uchun o'quvchilar agar biror bir ustozni yaxshi ko'rgan bo'lsa yoki maktabda biror bir do'sti, yaxshi ko'rgan do'sti bo'lsa yoki yana boshqa bir fanlarga qiziqishi ortgan bo'lsa ham albatta maktabga borishga qiziqadi. O'zi aslida har bitta bola bu individual shaxs, ularga alohida yondashilsa, albatta bolaga yaxshi ta'sir qiladi va u maktabga borishga qiziqadi. Dunyo misli ko'rilmagan tarzda o'zgarmoqda. Sun'iy intellekt, robototexnika va raqamli texnologiya ko'pgina sohalarni o'zgartirmoqda. Buni bilgan ota-onalar hozirdanoq harakatlarni boshlab yuborishgan. Ingliz tili, rus tili, robototexnika, sun'iy intellekt va liderlik qobiliyatlarini shakllantirish ustida harakat qilishmoqda. Bunga tayyor bo'lgan ota-onalarning farzandlarini xalqaro darajadagi universitetlar va hayot uchun kerak bo'ladigan kasblar va kelajakdagi liderlik kutmoqda. Bunga tayyor bo'lmagan ota-onalarning farzandlarini esa til bilmaganligi sababli imkoniyatlari cheklanadi, sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarini bilmaganligi sababli raqobatlasha olmaydi. Dunyo bozorida talab kamayib borayotgan kasblarga tobe'ligi oshadi. Sizning farzandingiz qaysi safda bo'lishini xohlaysiz? Agar yuqoridagi muammolar sizda bo'lsa, bunga yechim bera oladigan taklifni kiritmoqchiman. Cherfol xalqaro maktabi ushbu muammolarga qanday yechim beradi? Biz ingliz tili darsinigina emas, muloqot, fikrlash hamda xalqaro imtihonlar va universitetlarga tayyorlaymiz. Mentalniy arifmetika, mantiqiy fikrlash kabi fanlarni chuqurlashtirilgan matematika orqali o'rgatamiz. Rus tili, koreys tili va arab tillarida o'z fikrini ifodalay olishni o'rgatib boramiz. Zamonaviy vositalar, sun'iy intellekt orqali ma'lumotlarni to'g'ri izlash va to'g'ri yo'nalish berishni ham o'rgatib boramiz. Hurmatli ota-onalar, maktabimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va mutaxassislarimiz bilan bog'laning. Albatta farzandingiz kelajagi hozirgi qaroringizdan boshlanadi.